Hozir Bobur aka sizga yuzlanmoqchiman. Dasturimizga bir musiqiy sovg'a bilan kelgansiz-da. O'zi yangi ashula qilganmiz. Ko'p vaqt bo'ldi, klip ola olmay qoldik. Shu hozir shu yangi ashula o'sha bugun ham ko'rsatuvga, ham klip olaman tashib yurganmiz. Xudo xolasa. Shu ashulani hayotjon iltimos qildi, shu ko'rsatuvda premyera qilaylik. Hech qayerda aytilmadi, faqat mening mashinamda yangradi, studiyada yangradi.